qaytadan yashirib ketmek. Yo'l bo'shat, men o'tib olay. Ko'tirib olganing nima u? Supun. Supuni nima qilasan? Yo yigili bo'lmasa. Supun odamni yoshartidi. Ha? Mundaq bir gap bor-ku, ma'lum markadagi so'punni ishlatsa 20 yoshliklar 18 yoshlik oldiga qaytadi deb. Bu gap rostmi? So'pun ishlatsa odam yoshiramda? Albatta, xuddi yoshirib ketmak degan hikoyadak. Lisao qissasi Xan sulolasidagi Liuanning tipik asri bo'lib, Liuan butkul hayotida yeziqchilikqa ishtiyoq bog'lagan edi. Xan Ludining 16-yili Liuan Huaynanga podshoh bo'ldi. Liuan yosh vaqtlaridan tortibla avliyo bo'lishni o'ylaydi. Podshoh bo'lgandan keyinmi boshqa ishlar bilan kori bo'lmay, avliyo bo'lishning amalini izladi. Men podshoh bo'lishga xushtaraman. Mening orzuyim bulutga o'tirib sayohat qilish, mangu qerimay yosh beti turish. Agar mangu yigitlik davrimdagidek yosh beti tura olgan bo'lsam, bakmi yaxshi bo'lardi. Alileri, tariqatchi sifat bir bo'vay, o'zlari bilan ko'rishsam deydi. Tariqatchi sifat? O menga mangu qerimaslikning do'risini aytgan o'xshamamdi. Taqdirqidan qaraganda tariqatchida qiladi. Tez, onun oldiga chiqinglar. Alileri, o'rtada hech qanday odam qolmadi. Sizlar hamma odamni qerimaslikning do'risini tepkilishga avatib atgan emasmi? Amisa, onun oldiga o'zim chiqay. Men bu dorini shuncha izlabmi topamagan edim. Mana o'zi oldimga keldi. Alileri, men yolg'iz emas. Ha, alileri çatak bo'ldi. Yana 6 bo'vay borgan emasmi? Sizlar bu Biz afsun o'qiymiz, mahoratimizni qaltis. Orzuyingizni chuqum amalga oshira olamiz. Orzuyimni? Gapingizchi bo'lganda, orzuyimning nimaligini sizlarmi bilamsizlar? Mangu qerimaslik, to'g'rimi? To'g'ri. Biroq hammanglar qerib, moshunda qalg'i tushib qolgan tursanglar, sizlarga qandoq mishina? Sinab baqsili bo'ladi alileri. Bo'g'dilar. Sizlar aniqlar meni aldavatsizlar. Shundoq, sizlar shohimizni ahmoq chaqlab qoldinglarmi? Tozimi bir. Tez, ularni ketkizib. Bizni qeri ko'ryapsiz shundoqmi? Ma'qul. Undaqda o'dara qara, ha? Aslida ular avliyo ekan-da. Avliyolar, ketmanglar, avliyolar. Terg'anda yosh holatiga o'zgarib qilish asla mumkin bo'lmaydigan ish. Shunga qaytadan yashirib ketmak degan faqat bir rivoyat xolos. Garchi hamma odam mangu qerimaslikni orzu qilsa-mu, ammo bu orzu mangu amalga oshmaydi. Meningcha, mangu bolalarcha sabiy qalbini saqlab qolgandilar. Mangu bolalardek xushal yashag'ili bo'ladi.